Messi individual olib qaraganda o'sha daraja buni Ronaldochilar ham tan oladi. Ha, Argentina atrofida FIFA bilan bog'liq shubhali yondashuv bor, lekin Messining darajasiga bu soya solmayapti. Nimaga? Chunki o'sha heyterlar ham hammasi FIFA deyapti, u deyapti, bu deyapti, lekin Messining o'zi nimadir noto'g'ri qildi deyilmayapti-da. Messini tan olyapti. Mana shu deb o'ylaymanki, uning eng katta yutug'i hatto Ronaldo muxlislari ham tan oladi. U zo'r gap yo'q. Zo'rligi shundoq ham yutadi-yu, unga kerak emas FIFA yordami, Infantino yordami deyishyapti. Hatto o'sha narigi taraf, nima ham Messini o'zini tan olgan holda tanqid qilishyapti-da. Qo'yib beringlar o'ziga. O'zi ham hal qiladi. Kecha rostdan hech qaysi Messiga aloqasi yo'q. U o'zini ishini qildi. Va boyiga fikrga qo'shilaman, rostdan ham 2022-yilgi jahon chempionatida jamoa Messini o'sha qo'lida ko'tarib chempion qildi deyilgan. Hozir Messi jamoani ko'tarib olib ketyapti chempionlik sari. Nima gap so'z bo'lishi, bu vaqt o'tib balki nimadirlar yuzaga chiqar, lekin bularning hech qaysi biri necha yil o'tsa ham Messi loyiq emas edi degan fikrni yuzaga keltirish kerak emas. Messi individual olib qaraganda o'sha daraja buni Ronaldochilar ham tan oladi.